Bugun yurtimizda ajoyib xushxabar. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Ajoyib yangilik. Kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz uchun kompensatsiya beriladi. 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelgacha kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz to'lovlari bo'yicha davlat kompensatsiyasi beriladi. Elektr energiyasi oyiga 150 kWh-dan ortiq qismi uchun narx farqi qoplanadi. Gaz isitish mavsumida 250 kub metrgacha, boshqa paytlari 150 kub metrgacha me'yordan oshmagan qismi uchun kompensatsiya beriladi. Bu chora daromadi kam oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun amalga oshiriladi. Isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarga 1 million so'm miqdorida bir marotabalik yordam ko'rsatiladi. Qo'shimcha ravishda shakllantiriladigan ro'yxatlardagi oilalar sonining reyestrga kiritilgan oilalar sonining 40% dan oshmasligi lozim. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizdan.